Mana bu mahavikli bo'ladi. Buni ham lekin mahavikli deyiladi. Lekin mahavikliga o'xshagani bilan originali mana bu hisoblanadi. Va bularni hozir kelinglar, bularga qanday motorlar tushadi, bular haqida to'liq ma'lumotni Bobirjon bilan. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Ro'za muborak bo'lsin aka. Rahmat, hammaga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Sardor.uz kanalini aziz kuzatuvchilari va muxlislari, Altemur kanalimizda, Altemur kompaniyamizda hurmatli kuzatuvchilari, mana bugun Ro'za Ramazon boshi, xudo xolasa, buni butun O'zbekiston xalqini, butun musulmonlarni Ramazon oyi bilan, Ramazon bilan tabriklaymiz. Rahmat. Ramazon munosabati bilan xudo xolasa aka, mana narxlarimizni yana ham yengillatdik. Odamlarga manfaatli bo'lsin deb xudo xolasa. Ham ro'za, hali hayitlik degandek. Xudo xolasa aka, Ramazon aksiyasi motorlarimiz tanlovga qarab bardavom bo'lsin. Xudo xolasa. Endi motorlarni tanlovi men videoning boshida aytdim Bobirjon. Nima uchun narxlarda mana hozir aytamiz sizlarga. Undan oldin bularda yuragi bo'lgan motori. Kelinglar bular haqida ozgina gapiraylik. Nima uchunligini mana biz aytyapmiz hozir. Mana yerda mislik, buncha kilovatlik deymiz, shularning farqlarini kilogrammlarda va bularni siz nima uchun, misol uchun 3.300 ligimizni mana hozir arzonlashtirilgan narxlarda xudo xolasa aytib boramiz sizlarga, aksiya narxlarida farqlarini aytib o'tib ketamiz. Ularda albatta siz o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib, guvoh bo'lib, ana o'shandan keyin qaysi drabilka olishni o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Aka, avvalambor o'sha o'zimiz sotyap turgan, Altemurda o'zining maxsus motorlari, ya'ni ishlatib turgan va sotib turgan. Bularimizni ham narxini tushirdik Ramazon aksiyasiga. Hozir ko'pchilik so'rayapti, misol uchun biz 3 kilovat, 4 kilovatni gapirsak 6,5 kilovat deyapti-da. 6,5 kilovat tanlovga bu motorlarimizni oldin qo'ymas edik. Endi mana shu motorlardan qo'yilgan holatdagisi ham bor. Tanlovga qarab. Misol uchun 6,5 kilovatlik alyumin va mislik. 4 kilovat 3 kilovat. 3 kilovatni misligi, alyuminligi, 4 kilovatni alyuminligi. Farqlarini sizlarga ko'rsatib beramiz. Xo'p, bu yerda talab va takliflardan kelib chiqqan holatda biz sizlarga bularni demak narxlarini Ramazon aksiyasida tushirib beramiz va farqlarini ko'rsatib beramiz. Xo'p, bular nimasi bilan bir-biridan farq qiladi? Hajm bo'yicha eng gavdalisi bu hisoblanyapti. 4 kilovat bo'lganligi uchunmi? Endi 4 kilovat bo'lganligiga misol uchun hammasi yaxshi. Misol 6,5 kilovatligi ham 6,5 kilovat bermasa ham 3 kilovat, 3 kilovatdan pastroq ob'yom kuchli bersa, ish beraveradi u ham. Lekin yozilishi 6,5, ha? Yozilishi 6,5. Misol uchun mana bunimiz 4 kilovat, bunisi 6,5 kilovat. O'zi ikkalasining farqi. Bu 6,5 kilovat, bu 4 kilovat. Mana misol uchun 4 kilovatlik, 6,5 kilovatlikni bitta taroziga qo'yib beray. Hozir birkalarini ko'rishingiz mumkin bemalol. 6,5 kilovatlik 21 kilo 800. Bu shkiflari bilan birgalikda. Mana 6,5 kilovat yozib qo'ygan. Mana shu motordan ham bor. Xo'p, mana endi 4 kilovatlik. Shu gavdasiga qaraganda anchagina salkam 32 kilogramm chiqyapti. Bu 4 kilovat, 6,5 kilovat. Ana farqi. Xo'p, buni ichidagi bunday uzun temirlarda ham farqi bor-da, to'g'rimi? Endi pulida ham farqi bo'lmay qolmaydi-da endi. Kilogramm farqi bo'lganda pulida ham farqi bo'lmay qolmaydi. Misol uchun mana 6,5 kilovatlik mis motor, 3 kilovatlik mis motor. Bulardan bitta farqini ko'rsatamiz. Xo'p, shunga qarab narxi chiqaveradi. Mana 6,5 kilovatlik mis motor 22 kilo 700. 22 kilo. 23 kiloni. 22 kilo 700, Endi bu 3 kilovat mis. 3 kilovatlik. Aytib o'tamiz, bular o'sha o'zimizning Altemur maxsus motorlarimiz. Biz qo'yadigan motorlar. Biz qo'yilgan motorlar. Biz qo'yadigan. 28,5 kilo. 6 kilo razницasi. Ana farqi. Ikkalamizda 6 kilo razницasi bor. Bu 6,5 kilovat, bu 3 kilovat. Bu 3 kilovat. Ana farqi sizlarga. Endi ikkalasi ham ish beraveradi. Pulida ham farqi bor. Pulida ham farqi bor. Pulida ham farqi bor. Xo'p, bu 3 kilovat o'shani necha chiqarib beradi? Nimasi? 3 kilovat deyapsiz, 3 kilovat chiqarib beradimi o'shanda? Ha, bu toza 3 kilovat. Ha, bu 3 kilovat yozilgan 3 kilovat chiqaradi. Shunday. Endi biz o'z odatda
asli kilovatidan foydalanamiz. Bizda misol 6,5 kilovat birkasiga noto'g'ri misol uchun ko'paytirib yozilganida foydalanmasdik. Endi talab takliflardan kelib chiqib, ulardan ham qo'yib beryapmiz. Misol uchun bu mislik motorimizni, Altemur o'sha apparatimizga, misol uchun Like Champion apparatimizga buni qo'yadigan bo'lsak, 3 million 300 ming so'm qilib qo'ydik. O'zi 3 million 800 ming so'mini. 3 million 800 3 million 300 ming so'm bo'lib qoldi. Faqat bez dastavka. Bez dastavka. O'zi 3 million 500 ming so'm edi. Dastavkasiz. 3 million 300 ming so'm qilib 200 ming so'm narxni tushirdik. Orqaga Ramazon aksiyasi bo'lib, Xudo xolasa mana bu misli variant aytyapsiz. Endi alyuminiyda qanaqa bo'ldi narxlar? Xo'p, alyuminiyda 3 million so'm sotyaptirdik. Alyuminiyni. Maxsus mana 3 million 300 likda. Maxsus Altemur motordi. Endi bu Altemur yana boshqa brendimiz bor, ikki xil brendda yozib kelinadi. Bunimizni narxini hozirgi kunda 2 million 800 ming, 2 million 900 ming qilib qo'ydik. 2 million 800 ming, 2 million 900 ming. 2 million 850, 2 million 900 u ham ikki xil apparatimizga qo'yiladi. Faqat Altemur motori. Bunimiz o'sha 3 million 200 ming so'm. 3 million 200 ming so'mga Xudo xolasa. Yonboshlaydigan variantda 3 million 250 ming so'm. Yonboshlaydigan. Xo'p, mana bularimizdan qo'yib beradigan bo'lsak aka, 2 million 650 ming so'm. 2 million 850 ming so'm. Misligi varianti. 2 million 700 ming so'mligi bor, 2 million 900 ming so'mligi bor. Bular qaysi deb aytsangiz, pichoqlar mahavik. Bitta ko'rsatib beraylik va pichoqlarni ham. 3 oyoq, o'sha odatda. 3 oyoq o'zimizniki. Haligi bunday qilib tortardik-ku, 3 oyoq. G'ildiraklari bor, ikkita baloni va o'zimizning mana og'izlari keng 55 lik bitta kurchoq bilan bo'shaydigan variantimiz. Shunday. Eng trenddagi. Bu 2 million 850 ming so'm. Bu toza mahavik. Toza mahavik. Buni yonboshlaydigan varianti bor. Buni yonboshlaydigan. Mana bu. Mana yonboshlab. Mana yonboshlagan holatda bu 2 million 900 ming so'm mislisi. Bu 4 oyoqli. 4 oyoqli. Mana motorlarni ham ko'ryapsizlar, rangida o'zi farq qiladi. Alyuminiysi bu 2 million 700 ming, bunisi 2 million 650 ming so'm. 2 million 650 ga 2 million 750 ming so'm, 100 ming so'm raziyasi bor kelasizmi? Yo'q, bu yoqda farq ketaveradi. Endi bunimizni to'rtburchak, tepasi to'rtburchak varianti ham bor, dumaloq varianti ham bor. Bu yonboshlaydiganimizda ham to'rtburchak varianti ham bor, dumaloq varianti ham bor. Bu qulay, mana bunday yetalashga ham bo'laveradi. Yetalashga. Yo'q, mabodo ko'chmoqchi bo'lsangiz, bemalol yetalashga. Yana joyiga kirgiztiradi bo'ldi. Bunimiz mana ikkalasi bir xil. Faqat tepasida farqi bor. To'rtburchak, dumaloq. Yumaloq. Yonboshlaydigan variant bo'lganiga 2 million 700 ming so'm. Yonboshlamaydigan dumaloq varianti 2 million 600 ming so'm qilib beramiz mana. Chetdan kelib olib ketilsa. Bu narxlar mana bu to'g'risi hozir juda ham ko'payib ketdi narxlar haqiqatdan. Hozir 650 deb turdim, 600 ming qilib yubordik aka. Narxlarni. Narxlarni. 50 hali aytgani qiynalyapti, shunga to'g'rilab qo'yamiz. Yashang. Xo'p, endi bularda nima o'zgarishlar bo'ldi narigiga nisbatan? Aka, hammasida o'zgarishlar bo'ldi. Nariginda ham yangilandi. Mana setkalari tashqaridan. Setkari hammasini tashqaridan. Hammasi tashqaridan. Hech narsasi o'zgarmadi. Misol, listlari oldingidek qalin. Bu variantimiz-chi, buni variantimiz o'zi. Bunda ham setkasi mana. Tashqaridan bo'ldi. Ana, mol qo'yga almashtirmoqchi bo'lsangiz, nasatkalarini endi siz bemalol tashqarida. Tashqaridan bemalol bitta kuchlanish bilan olinadi. Altemur drabilkalarini endi siz mana tashqaridan almashtiradigan har doimgidek qulayliklari bor. Yupqa bas kelgan, hammasi qalin turbadan bo'lgan. Xo'p, keling, yaqinroq olib keling. Mana. Hammasi mana qalin turbadan. Salkam birga o'xshagan qalin bo'lib ketadi shu joyi. Hech narsasi o'zgarmagan. Asosiy udareniya ashida bo'ladi. Shuning uchun shu narsaga fokus qaratiladi. Sabab u yerda mana malotka urib devoriga urilganda mana shu narsalar bular kesib berib, bular urib berib, maydalab beradi. O'sha devori anchagina vazifani bajaradi. Yuqqalashtirib biz yuqqa qilib turib narxlarni arzon qilib berishimiz mumkin. Bor unaqa drabilkalarimiz, ammo xo'p, haligi narxi arzonlar, bu deyshadi. Endi mashinalarda ham misol uchun farqi bor-ku, pozitsiyasi to'g'rimi? Hozir misol uchun bu apparatlarimizga hammasida zavodskiy mahavik. Bundan. Agar buni listlik qilsak, yana ham narxi arzonlashadi. Misol uchun mana mahavik qo'yildi.
alyumin 6,5 kilovat motor qo'yildi. Narxi 2 million 600 ming so'm. Mislik qo'yildi, mahavik qo'yildi. Narxi 2 million 900 ming so'm. 900 ming so'm bo'ldi. Xo'p, shuni mahavik bas bundan qo'yadigan bo'lsak, narxi arzonlashaveradi. Mana bunda. Ha. Lekin bu ham ishlayveradi. Bu ham ishlayveradi. Bu ham xizmat qiladi. Ikkalasining farqi bor. Farqi bor. Misol uchun oddiy mahsulot chiqarishida bunda kuchlanmaydi, to'xtamaydi. Sabab bu mahavik bo'lganligi uchun bitta oborotga kirib olgandan keyin bu ichiga qo'pol qilayotganda tosh tushyaptimi, boshqami qarab o'tirmaydi. Vangillab olib chiqib ketadi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Arzon listdan tayyorlangan apparatlarimiz ham bor. Mana bu yoqda aka. Kelinglar, ularni ham ko'rsatib beraylik. Sababi Ramazon aksiyasi bo'lyapti. Ras bo'lganga yarasha biz sizlarga mana narxlarni ham aytib o'tib ketyapmiz. Bularimiz ham bo'yi bir xil bularning. Onular bilan, faqat oyog'ida, motorida. Bu ham 3 oyoqli ekan. Ha, endi misol uchun yupqaroq materiallardan bo'lganda hammasi. Ha, bular sal narxi arzonlashganmi? Misol uchun bularimiz 2 million 600 ming so'm bo'lsa, bularimiz 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming so'm. Misligi 2 million 600 ming so'm. Faqat dastavkasiz. Dastavkasi hududga qarab qo'shiladi. Xo'p, vodiyga qancha bo'lyapti-yu, vohalarga qancha bo'lyapti? Ularni ham aytib o'tib. Vodiy bo'ylab 150 ming 200 ming, voha bo'ylab 250 ming 300 ming. 250 ming 300 ming masofa. Olib borib, uyigacha ishlatib ko'rsatib beriladi. Zo'r. 2 million 200 ming, 2 million 600 ming. Ana sizlarga xalq maza qilsin. Endi buni ham misol oldin dumalar bo'lardi, hozir to'rtburchak ikkalasi ham bor tanlovda. Kimgadir to'rtburchak, kimgadir atirgul dosi deydi. Xuddi shunda. Xo'p, demak, narxlarni mana eshityapsizlar. Haqiqatdan Ramazon aksiyasiga Altemir korxonasi men kutmagan darajada narxlarni bomba qilib yuborishdi haqiqatdan. Xo'p, bu yerda drabilkalarni sizga o'tgan safar 1 million 800 dedik-ku. Qani o'sha 1 million 800 lik deyishdi. Aka, mana o'sha 1 million 800 lik. Aka, buni ham 1 million 700 ming qilib qo'ydik. Ramazon aksiyasiga. Bu ham 1 million 700 ming. 1 million 700 ming so'mga endi olaverasiz mana aka. Bu ham ish qilaveradi, bu ham drabilka, lekin ko'ryapsizmi, ko'rinishiga o'ziga baribir narxi jetcha-picha qo'shilib boryapti. Endi bularimiz tepasi o'rburchagi ham bor. Ha, bor-a? Misol uchun mana 1 million 700 ming deyapmiz buni. Kimdir zakaz beryapti. Mashinada misol uchun 15 ta drabilka olib bordi. Ichida bitta bundan yuklab oldi, bitta zakaz bergan. Qolgani narigilardan. Ha. Bu borib qaytib kelyapti. Nimaga narigilarni ko'rib turib, men narigini olaman deyapti-da. Ha. Nimaga buni misol telefonda ko'ryapti, telefonda chiroyliga kattaga o'xshab ko'rinaveradi. Bitta bizniki bas. Ha. Arzon drabilkalarda hammasi telefonda yaxshi, internetda ko'rganda yaxshi ko'rinaveradi. Haligi qo'ydi, men ko'rgan deyshadi. Borsam u qo'ymas deyshadi. O'shandan kichkina buzoqchaga o'xshab qoladi-yu. Misol uchun narigilar bilan buni farqi ikkalasini bitta ko'radigan deydi, mana uni narxi misol biz 3 million so'm desak, ustiga 100 ming qo'shib beraman, 200 ming qo'shib beraman, shundan tashab ket deydi-da. Ha. Shuning uchun arzondan so'raganga arzona, qimmatdan so'raganga qimmat. Talab va taklif. 2 million 600 ming so'm bo'lsa, Altemir maxsus motori shu 2 million 900 ming so'm. O'sha alyumini. Ha. 300 ming so'm ranjisiyasi bor. Misi 2 million 900 ming so'm bo'lsa, 3 million 300 ming so'm misi. 3 million 350 ming so'm misi. Ana. Xuddi shunday mana narxlar. Xo'p, bularimizda-chi nima bo'ldi? Bu do'konlar juda ko'pchilik yaxshi ko'radi. Donni sochun tovuqchilar olyapti. O'zim shaxsan o'rtog'im Ulug'bek ham sochun sizdan oldi do'kondan. Maza qilyapti, mishalkalarni olib. Mana hozir 2 ta 3 ta xodimni ishlatgan yo'q-da. Shunday. Aka, dikularimiz ham oldin alyuminlisini 3,5 million so'm sotgan edik. 3 million so'm qilib qo'ydik aka bu narxini. Dastavka bilan adashmasam 4 million edi, to'g'rimi? 4 ga 4,5 millionmi degan. Dastavkasiz 3 million 500 ming so'm edi. Xo'p, 3 million so'm qilib qo'ydik. Endi 3 million so'mmi? Misligini 3 million 400 ming so'm qilib qo'ydik. Mashalloh, mana endi like bosadigan joyi keldi. Alamini 3 million, misligi 3 million 400 ming so'm. Aka, xudo xolasa xalqimiz qo'llab-quvvatlab tursa, foydalanmayapmiz bas. Oldinga nisbatan, misol uchun mana listlarimizni ham oldin naqd pulga olardik, peristinaga zavoddan prema olyapmiz. Gap yo'q. Bizda Altemir deganda tagi ishyorimiz xalq maza qilsin bo'lib ketdi mana. Xudo xolasa. Bu yoq Ramazon aksiyasi akalar bitta duo qilib qo'yasizlar chiroyli qilib. Hop, bularimizda xudo xolasa narxlarimiz konteyner narxlar ko'tarilyapti, ama aytib-ku. Shunday aka, bularimiz hozircha nima deydi? Ishlab chiqarish bosqichi ko'p bularda. Misol uchun bundan bir kunda bitta odam 2 ta 3 ta tayyorlaydigan bo'lsa, 2-3 kunda bitta mishalga tayyorlaydi. Shuni hisobiga vremya o'rislarda. Bularimiz o'zgarmas, o'z-o'zining narxida qoldi, xudo xolasa.
o'sha 4,5 million so'm, 6 million 800 ming so'm. Narigimiz o'sha tonnasiga qarab turib 12,5, 13, 14, 15 milliongacha holatiga qarab ketadi. G'ildirakli, g'ildiraksiz, g'ildiraksiz tanlovga qarab. Turmaydimi, shunga qarab siz bemalol buyurtma beraverasiz. Xo'p, manularimiz sig'imi 300 kilo, 350 kilogacha don sig'imi oladi. Og'ir donlarda va bunimiz 220 da ishlaydi. Shuni hisobga olib qo'ysalar bo'ldi. 220, narigisi 380. Bizda yana 380larimiz ham bor. Kelinglar, ulardan bir qator aytib o'tib ketaylik. Xo'p, 380larimiz polvonlar. Bunimiz 22 kilovat. 3000 оборот. Oldin rossiyskiy zavodskoy motorini 19,5 million so'm sotganmiz. Hozir Xitoy motor qo'ydik, yangi motor. Yangi motor ko'rishlaring mumkin. 2025-2026 bo'ladi motorlari. Yangi, admodga qilinmagan. Sap-sariq vatangi. Narxi 19 million so'm qildik aka buni ham. 19, buni ham tushirdik. Buni ham tushirdik. Mashalloh. Ana. Bu yerga xudo xolasa, rosa drabilka oladigan sezon bo'lib ketdi Ramazon oyida mana. Narxi 19 million so'm aka. Bu yoqdan ham savob, ham cho'ntagingizga haligi bo'lyapti. Har tomonlama bo'lyapti akalar, xudo xolasa. 18,5 kilovatligisi. 18,5 kilovatligisi. 17,5 million qilib qo'ydik buni ham. 18 million sotyapti turdik, 17,5 million qilib qo'ydik buni ham. 500 ming bu yoqqa yurilyapti akalar. Mana Ramazon aksiyasi bo'lib, xudo xolasa 11 kilovatlik. Yangi motor qo'yilganini 13 million sotyapti turdik. Buni ham 12,5 million so'm qilib qo'ydik. Yangi motor. Lekin rossiyskiy motor qo'yilsa, o'sha narxi 11,5 million so'm. Zavodskoy o'ralgani bo'lsa 10,5 million so'm. Xo'p, endi ichida nimalari bo'ladi? Dastavkalari bo'ladi ichida. Yo'q, mana shu yerdagi narximi buni ham? Yo'q, bularimiz dastavkasi ichida. 3 fazalarimiz hammasining narxi ichida dastavkasi. Ichida. Xo'p, faza zashda shitlari bilan, Shiti bachoga ikkita bo'ladi bularning. Necha kilovatdan edi? 11 kilovatdan yuqorisidanmidi? 11 kilovatdan yuqorisi hammasi bachoga ikkitalik bo'ladi. Mana bunda o't uchun, mana bunda don uchun bo'ladi. Alohida bu sizga bonusda bo'ladi. 11 kilovatdan kichkinalari 7,5 kilovat, 5,5 kilovat, 4 kilovatliklari bachoga bitta bo'ladi. Bularimiz universal. Bularimiz narxi misol uchun mana 4 million 300 ming so'm 4 kilovat sotilgan bo'lsa 4 million so'm qilib qo'ydik buni ham. Ana. Sekin drabilkani olib qo'yadigan zaman. Bunimiz 5 million so'm, 4 million 800 ming so'm sotganmiz, 4,5 million so'm qilib qo'ydik. 5,5 kilovat. Bunimizni 9,5 million so'm sotganmiz, 8,5 million so'm qilib qo'ydik 7,5 kilovatligini. Gap yo'q. Juda ham zo'r. Mana Boburjon ayrimlarda savol bo'lishi mumkin. Bu narxini tushganiga sabab Ramazon aksiyasi birinchi o'rinda, to'g'rimi? Haligi ichidan misol uchun oldin 2 lik ishlatgan bo'lsangiz, misol uchun 1,5 lik, 1,2 lik ishlatganingiz yo'q temirda. Yo'q, bir xilda. Faqat o'sha 6,5 kilovat motor qo'shildi xolos. Motor ozgina taklif. Mana hozir bularimizni ham aka, oldin rossiyskiy motor qo'ygan bo'lsa, hozir yangi motor qo'ydik. Naborot narxi arzonga kelmaydi u narsa. Faqat nima deydi, oldin atkaz ko'p bo'lgan bo'lsa, atkaz yo'q hozir. Umuman. Misol uchun shu narsalarni yechyapmiz. Rossiyskiy motor qo'yib bersangiz, endi u 50 yil oldin chiqqan narsa 100 tadan bitta bo'lsa ham chiqib qolsa, u ham bari foydadan ketadi. Hozir yangi undan chiqmaydi. Xudo xohlasa. Xo'p, shuning uchun sizlarga mana drabilkalarni har xillarini ko'rsatib o'tdik. Sizlar esa layklarni bosib qo'yasizlar. Albatta manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Ramazon aksiyasi, xudo xohlasa Ramazon hammaga muborak bo'lsin. Aka, bu yoqda yana narsalarimiz qolib ketibdi. Yo'q, bu yoqda yana sizlarga bu narsani bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Buni nemislar, mana yevropaliklar nima uchun molini tagiga soladi? Shuncha qimmat bo'lsa ham, bu narsani foydasini molingizni semirishida, sut ko'p berishida juda ahamiyatli narsa hisoblanadi. Bunimizni o'sha razmeri 1.10 ga 1.85. Standart bo'yicha qalinligi o'sha 2 santidan kam bo'lmaydi. Tepasida mana mol sirpanib ketmaydigan tishlari ham bor betida. Ya'niki, voy, javob narsa bu. 45 kilo aka, 45 kilo. Bunimizda aka narxi dastavkasini 700 ming so'm bo'lgan. Xo'p, 650 ga tushirib qo'ydik. Faqat Ramazon uchun. Ramazon uchun. Bir oy xudo xolasa mana sizlar vaqtlaring bor, inshaalloh harakat qilib qolasizlar akalar. Xo'p, 650 ming so'mdan dastavkasi bilan birga bo'ldi. Dastavkasi bilan birga. Kelib olib ketadigan bo'lsalar-chi? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Gapsiz. Yana bu yoqda garelkalarimiz bor. Xo'p, garelkalarimiz, atala qozonlarimiz, pulingiz bo'lsa olib qo'yaverasiz akalar bu yoqqa. Atala qozonlarda ham endi litriga qarab narx chiqaveradi. Bu telefon qilinsa, aloqaga chiqilsa aytiladi. Aka,
mana bu garelkamizni 1 million 100 ming so'm sotganmiz. Shunda. 850 ming so'm qilib qo'ydik. O, Ramazon aksiyasi. bu yog'iga? Aha. Mana bu Atrabon garelka 750 mingdan sotganmiz. Aha. 650 ming qilib qo'ydik. 650 ming so'm. Aha. Bularni 250 ming sotganmiz. Tappa apparat. 200 ming so'm. 200 ming so'mdan. Mana bu yog'i bo'lsa, xalqqa bo'lsin, xudo xolasa, maza qiladigan zamon kelibdi. Pulingiz bo'lsa, aka olib qo'yadigan payt bo'libdi. Inshaalloh mana bemalol endi qo'rqmasdan xarid qilaverasiz. Xudo xolasa, narxlarni qaranglar, qanaqangi shokolad o'tib ketdi. Drabelkalarimiz aka, misol uchun oldingi eski variantimiz ham yangilandi. Setkalari tashqaridan bo'ladigan bo'lib, hammasi qulay bo'ldi. Oldingidan sifat, qulaylik ortdi-yu, lekin narxni Ramazon hurmati uchun yana tushirdik aka. Gap yo'q. Xudo xolasa, chiroyli qilib duoni qilib qo'yasizlar. Yog'iga endi olib ishlatganlar mana bilasizlar, xudo xolasa buni sifatini va qarindosh urug'larga ham bemalol ulashib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Albatta manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolasa sizga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga esa ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar va laykni bosib qo'yasizlar. Hoppa.